Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ishtirokchilari, bugungi Trump Mosk hukumati va Erkin Osiyo radiosining yaqin zamon taqdiri nomli naq maydon suhbati programmasiga Avstraliyadagi Fatima Sayya xonimni taklif qildim. Fatima Sayya xonim taklif qilishdagi maqsad bu Erkin Osiyo radiosining taqilish haqidagi xabarlar taqilgandan keyin Uyg'urlar orasida kuchlik g'ulg'ula bo'lashdi. Ba'zanlar bu radio cho'qim taqilish kerak deb, ba'zanlar radio taqilib qolib qolsa Uyg'urlarga cho'ng ziyon bo'ladi. Buni Xitoy hukumati xo'sh qiladi degandek ikki taraflik fikr qilganlar bo'ldi. Bir qancha yozmalar yozildi. Bu yozmalarning ichida ba'zi qarindoshlarimiz yozgan yozmasi betaraf o'rinda turib bu yaxshi yo'rtib bergan. Buning ichida Fatima Sayya xonimning yozmasimi jumlamizdan shu betaraf o'rinda turib yaxshi yozilgan bir yozma bo'lganligi uchun bugun ekranga Fatima Sayya xonimni taklif qildim. Assalomu alaykum, hurmatli Fatima xonim. Qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxonasi suhbatxonasiga naq maydonga qatnashib berganligingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Alaykum assalom Abdurimjon. Assalomu alaykum ko'rurmanlar. Abdurimjonninki meni bu sahnaga taklif qilganligiga men meningki shaxsan desam bo'ldi yoki bo'lmasa ozroq bir qisqa tadqiqot natijamdan xulosalagan ko'z qarashlarimni sizlar bilan o'rtoqlashishga bir so'rin hozirlab berganlikka ko'p rahmat. Rahmat. Fatima Sayya xonim ba'zi Uyg'urlar sizni tunuydi, ba'zilar tunimaydi. Bugungi Uyg'ur choyxona suhbat programmasiga tunji qatim chiqishingiz, eng avval o'zingizni bir qisqa tunishtirayotgan bo'lsangiz rahmat. Bo'ldi. Sizlar ba'zanlar meni shoira deb tunaysizlar, ba'zanlar meni yoga muallim deb tunaysizlar. Yana ba'zanlar yozuvchi, yana ba'zanlar meni psixolog deb o'ylaydi. Ammo meniki agar o'zim tunishtirish to'g'ri kelsa, kasbimdan tunishtirish to'g'ri kelsa, men kim degan bu savolga men amaliyotda bir tadqiqotchi, geofizika tadqiqot bilan shug'ullanib keldim. Butun hayotimda to'liq o'tirib o'tgandim buyon. Hozir Avstraliyaniki bir chuqur texnika boshliq shirkatida ishlayman. Rahmat. Amerika prezidenti Donald Trump 3-14 kuni kechda Amerika Dunyoviy tadqiqot agentligi tarkibidagi mavjud bo'lish qonun tartibida bekitilmagan organlarni qisqartirish buyruqini e'lon qildi. Bu buyruqda Erkin Osiyo radiosining taqildiganligi tilga olingan. Bu diasporada Uyg'urlar orasida kuchli g'ulg'ul bo'lib ketdi. Yozmalarimiz yozildi. WhatsApp gruppalarida har xil fikrlar o'tirg'i chiqdi. Erkin Osiyo radiosiningki men o'zim misol olsam Erkin Osiyo radiosini men oliy maktabdagi vaqtimdan tortib izchil anglab kelayotgan bir anglag'uchi, nihoyat qiziqib anglaydi oliy maktab vaqtlarimizda ba'zi xabarlarni anglagandan keyin yotoqdagi bolalar bilan kuchlik munozaralar qilib ketyaptik degandek. Hozirgacha izchil anglab kelmay bu programmani, endi bu programmningki taqlib ketadigan xabar chiqqandan keyin deyishganimizda har xil gap so'zlar chiqdi. Shunga bugun sizlar mush haqida bir suhbat qilamiz. Eng avval siz o'zingiz tayyorlab kelgan prezentasionni bir bizdan o'rtoqlashsangiz, uning keyinidan savollarga kiramdik. Bo'ldi, yo'q. Ko'p rahmat. Endi tarafdan bu choyxonaga normalda biz vatanda ayollar kirmaydi. Choyxonaga kirganligimda buni aytdi. Sharaf his qildim. Rahmat. Shu men bu Erkin Osiyo radiosi yoki bo'lmasa Erkin Osiyo radiosi TV Amerikaniki USAGM deydi. Bu shu organi xalqaro media agentligi degan shu organga tabi Erkin Osiyoninki hukumat beradigan pullarni qisqartirganligini ko'rgan vaqtimda birinchi bo'lib mening ko'nglim pek yerim bo'ldi. Ondan ikkinchi bo'lib o'ylaganimda nemishqa qisqartganda deb o'yladim. Ondan keyin bu qisqartishanda bizga qandoq ta'sirlanib keldi deb o'yladim. Ondan keyin agar hozir buni qisqartirsa bu Trump hukumatiningki yana shundoq o'xshash programmalarni yo'l qo'yish o'yi bormi yoki shundoq ehtimollik bormi degan bu savollarni o'yladim.
Onunğa qoşulup, endi bu Erkin Asiya radiosu zады qandaq radio'di? Uyg'urlarning radiosimi? Yoki kimning radiosidi? Ular kimga pulni kimda oladi? Ya'ni siz pulni kimda olsangiz, siz shuningga ishlaysiz. Mushundaq savollarni bir qadar atrofliq o'ylagan bo'ldim. Shuning bilan ozroq onunğa nisbatan material izlab ko'rib baqdim. Meni oldi bilan aytib qo'ydig'im, men Erkin Asiya radiosida ishlab baqmagan. Agar bu yerda bergan ba'zi ishonchli manbalardan topgan xabarlarim Erkin Asiya radiosida ishlaydigan bizningki qarindoshlarimizga, bular Uyg'ur bo'limida ishlaydigan qarindoshlarimiz biladigan xabarlar bilan yoki ichki xabarlar bilan o'xshamay chiqib qoladigan bo'lsa, o chog'da bu meniki to'rdan olgan manbalarim ekanligini eskartib qo'yay. Andikan angliqchilarmi Abdurimjon so'zlab o'tgandek, men Erkin Asiya radiosining odam emas. Şonlaşqa bununğa mening eng salohiyatım to'shadigan odam emas, biroq bir taraflikni saqlab degan chog'da, ya'ni o'ttir maydon degan yoki uning yoki buning tarafini olmay, faqat o'sha masalaga obyektiv qarab boqqan, o'sha nuqtai nazarimni hurmatlab shunga bu so'rinni berdi. Shu avval mushularni sizlarga deb qo'ymoqchiman. Shunga bu meniki so'zlarimni anglaganda savollarga javob bergan vaqtida meni hammani biladigan ko'masliklarni umid qilaman. Balkim tomoshabinlar mendan chiqib bilishi mumkin. Shunga buni oldin deb qo'y dedim. Yana bir nimaga slaydga kelsak. Bu Erkin Asiya radiosi deb biz kichik vaqtimizdan anglagan, Abdurimjon anglaydi-ki, bizmi kechida bir radiolarni bir yerlarga to'g'rilab tushirib, dadamninki o'gizlarga chiqib, Erkin Asiya radiosiningki ovozini anglaganligini men anglab chimo'gan. Erkin Asiya radiosiningki muzikasi qo'yilgan vaqtida hozirmi boshqa chog'larni eslayolmayman, ko'nglim yerim bo'ldi. Xuddi Erkin Asiya radiosi bizni qutqizadigan bir joydek shunday hissiyotda bo'ladi. Balkim sizlarmi o'xshash hissiyotda bo'lishinglar mumkin kichik chog'laringlarda yoki yosh vaqtlaringlarda. Endi Erkin Asiya radiosiniki Uyg'ur bo'limi ham. Erkin Asiya radiosi deganda biz Uyg'ur bo'limi to'g'riliq so'zlashimiz. Bu kimga Amerikadagi qandaq bir organga mas'ul nima tarafidan boshqariladi degan vaqtida ismi Amerika xalqaro media agentligi degan o'sha USAGM deb qisqartib olsak, o'sha organga taalluq bo'lgan bir bo'limdi. Bu bo'lim bu agentlik bo'lsa Amerikaningki hukumati bevosita ta'sis qilgan bir tashviqot bo'limi. Mundaqcha, agar bizningki Xitoyninki kompartiyaning bizning kallamizni sho'g'an siyosiy tili bo'yicha so'zlasak, bu kompartiyaning tashviqot bo'limiga o'xshab ketadigan bir media agentlik bo'limi deb qarasak bo'ldi. Chunki bu agentlik asosli bilan qurilish sababi Amerikaningki o'sha yumshoq kuchi yoki diplomatik kuchi qatorliq o'sha kuchlarni media tashviqot orqali chet elda kengri qanot yaytirish va shu yerda Amerikaningki ta'sirini, chet eldagi ta'sirini yaxshilash va ta'sirini kengaytirish va chang tutib turish uchun ta'sis qilingan bir bo'lim. Agar bunday deydigan bo'lsam, bu bo'lim eski bo'limkan deb o'ylab qolmanglar, chunki bu Xitoyninki Kommunistik partiyasining tashviqot bo'liminingki bo'lim bilan garchi o'zining davlatining manfaatini ko'zlab chiqqan bu tarafdan o'xshasimi, yana nurg'un taraflardan Amerikada bir qadar so'z erkinligi, media erkinligi, tashviqot erkinligi bo'lishi sababli yana bu agentlikninki muxbirlari yoki yozarmanlari yana bir qadar o'zininki jurnalistlarninki o'ttir maydonni saqlab qolishda Xitoydek undaq bir diktatura o'ziga qarshi har qanday ovozni bosadigan, o'ltiradigan bundaq taraflardan farqlandi. Endi Erkin Asiya radiosi bo'lsa, shu USAGMninki
qo'l ostidagi bir qancha tashkilotlarniki yoki bir qancha shundoq medialarniki birsi buningda Erkin Yevropa radiosi va Amerika ovozida biz Uyg'urlar ishlaydi bilsanglar degandek mush bir qancha tashkilotlarni yoki o'rinlarni o'z ichiga olgan. Endi biz bevosita Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limi to'g'riliq so'zlaymiz, chunki Erkin Osiyo radiosida boshqa tillarda anglatish beradi. Nima uchun Erkin Osiyo degan vaqtida bularningki anglatish tomoshabinlari, anglovchilari Osiyodagi davlatlar, bo'libmi Osiyodagi agar Yevropani Osiyoda, Rossiyani Osiyo, Yevropa deb qaraydigan bo'lsak, ham Erkin Yevropa desak bo'ladi, ammo masalan Osiyodagi diktator davlatlardan masalan Shimoliy Koreya, ana degan Xitoy degandek shundoq davlatlardagi ularningki ichki jihatdagi chiriklikni fosh qilish, ularning ichidagi masalan har turli shu inson kishilik huquqlarininki dafsanda bo'lishi qatorliq jinoyatlarni fosh qilish degandek shundoq shu diktator davlatlarda ularning bu yerning ichidagi odamlar anglayolmaydigan shunaqa xabarlarni yozishni maqsad qilgan. Balkim hozir bu gaplarimdan bildinglar, bu xabarlarni yozishdanki maqsadi asosliqi birsi shu diktator davlatlarda qamalib qolgan xalqni ma'lum jihatdan shu diktatorninki maytini ko'rsatib berishga tirish bo'lsa, yana bir tarafdan Amerikaninki davlat manfaatiningki texnik kuchlanish uchun boshqa davlatlarni bundaq ojizlatib parchalash siyosatigimi bir tarafdan yana rol o'ynay oladi. Yana birsi kelsak, Erkin Osiyo radiosi degan bu joy 1996-yili qurilibdi. Andan keyin 1997-yil uzun o'tmayla Uyg'ur bo'limi Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limi qurilibdi. 4 odam bilan qurilibdi. Undan keyin hozir qancha odam bordi deb buni men to'g'ridan topolmadim. Bu sonni topib olmaydi ekan. Shuni aytdi, kichik qurilgan bir bo'lim hozir o'zimiz bilamiz. Erkin Osiyo radiosiningki xabarlarini biz kundadagidek anglab turibmiz, ko'rib turibmiz. Nurg'un xabarlarni ishildi yillardan buyon. Shunga cho'qim odamlar 4dan ko'p deb o'ylayman. Andan keyin Erkin Osiyo radiosiningki qilgan eng cho'ng qo'shgan eng cho'ng to'pisi deb shuni o'ylab baqsam, shuni izlab baqsam, endi bu to'g'ridagi manbalarga qaragan chog'da ular shu Uyg'urlarningki bo'libmi shu 2017-yildan keyin Uyg'urlarga yuz bergan har xil rejim jinoyatlarini fosh qilishda nayti muhim aktiv rol o'ynabdi xalqarada. Masalan, bizningki odamlarimizningki ko'plagan tutilib ketishini, andan keyin shu majburiy emgak, undan masalan madaniyat jihatlarida, masalan madaniyat qirg'inchiligi, undan keyin Uyg'urlarningki o'zininki ko'z qarashini yoki faoliyatini so'zlaydigan fursat berish degandek mush taraflardan to'ppisini zo'r deb asosan yaqinqi zamon to'ppilarni Amerikadagi dunyodagi medialar bakroq shunga ahamiyat beribdi. Yana birsi kelsak, endi mushundaq bir yaxshi bir media deyli, yaxshi deganda ham Amerikaninki tashqi siyosatni dunyoga kengaytirish, Amerikani besib tushmoqchi bo'lgan mayli iqtisodiy dushmani bo'lsin, siyosiy dushmani bo'lsin, ideya jihatdagi dushmani bo'lsin va yoki boshqa taraflardagi o'xshamaydigan Amerikaga tahdid bo'lish mumkinchiligi bo'lgan Amerikaninki potensial dushmanlarni ajratish jihatdan bo'lsin va yoki Amerikaninki kengayimchilik siyosatini qo'llash jihatdan bo'lsin. Albatta Amerikaninki tashviqot bir agentligi ulusibdi bilan bu USGAM degan bu organ, Erkin Osiyo radiosi bu taraflardan muhim rol o'ynabdi ekan qurilgandan boshlab hozirgacha.
lekin nima uchun shunday bir muhim rol o'ynaydigan bir davlatninki bir nimasini tashkilotini Trump bilan Musk ikkalan nima uchun buni qisqartib o'tishni qaror qildi degan vaqtimizda buni qaror qildi. Haqiqatan hozir xabarlarga qaraydigan bo'lsak, necha yuz millionlik bu nimani hukumat berdigan ularga pulni nurg'un ajoyib darajada qisqartib o'tibdi. Masalan, Amerika ovozi degan mushu o'rinning o'zida 300 odam ishlaydi ekan. Hozir 75 odam qolib masalan, Erkin Osiyo radiosidami apsonarligi Uyg'ur bo'limiga bu ta'sir qildi deb o'ylayman. Apsonarligi nurg'un xodimlar hozir uzun mezgil aramab turinglar degan mushu nim bilan sabab mushtaq bir bahona bilan ularni xizmatdan to'xtatib qo'yibdi. Nima uchun bu pullarni mushtaq tuyuqsiz kesib o'tadi degan vaqtida bu endi Erkin Osiyo radiosiga nisbatan bu gerçi bizga nisbatan deylik, Uyg'urlarga nisbatan tuyuqsizlik tuyulgan bilan ham Erkin Osiyo radiosiga bu nisbatan yoki bo'lmasa Trump hukumatiga nisbatan bu bir tuyuqsizlik emas. Bizlar bilasizlar, Trump hokimiyatga o'tgandan keyin Elon Musk bilan birlashib hozirga kelguncha nurg'unlagan shu federal, ya'ni markaziy hukumat ta'sis qilgan nurg'un hukumatninki turlarini yoki shu turlarga ishlaydigan odamlarni ishdan bo'shatdi, u turlarni bekor qilyapti. Masalan, Amerikaninki shu tadqiqot sohasidagi eng chong bo'lgan bir organ tabiiy fanlar fondi deydigan bir organ bor, National Science Foundation deydigan. Bu organning men shaxsan taniydigan professorlarmi ishdan bo'shatilib ketdi. Bu organ Amerikaning har qaysi joylaridagi tadqiqotlarga, doktorlik, magistrlik tadqiqotlarga eng chong yordamda bo'lgan bir organdi. Bu organ kesilib ketdi. Demak, men bir chong Amerikaninki bir chong bir davlat atmosferasini saqlash bilan birga Erkin Osiyo radiosining davlatninki bir nimasi bo'lishibdi bilan organ bo'lishibdi bilan balkim Erkin Osiyo radiosida ishlaydigan odamlarmi bu xabar bizga qachon yetib keladi deb tekkurikida bo'lganligini men tushuna olmayman. Shunday bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Buningda asosli sabab Donald Trump bilan Elon Musk nimishqa bunday pullarni kesib shu o'rinlar o'zining ishini yaxshi qilolmaganmi yoki Amerikaga nisbatan yoki Donald Trumpga bir qarshi gap qilib qolganmi yoki bir siyosiy xatolik o'tkazganmi, ya'ni bizning diktatura siyosatda cho'ng bo'lgan kallamiz bo'yicha shunday o'ylasak undaq emas, undaq bo'lishini atayin. Bular Erkin Osiyo radiosiningki Trumpga yoki Trump hukumati birinchi qatimli hukumat bo'lsin, ikkinchi hozirgi hukumat bo'lsin, ularga qarshi bundaq gap qilganlik undaq xabarlarga uchirmaydi ekan. Ularning xizmat doirasi u emas bo'lgan ekan. Shunga asosli sababi bularningki shu davlatninki siyosatninki o'zgarishi. Ya'ni burun davlat tashqi siyosatga texnik bakra ahamiyat bergan bo'lsa yoki bo'lmasa ichki siyosat bilan tashqi siyosatga bakra o'xshash ahamiyat bergan bo'lsa, hozir Donald Trump bir o'ng qanot millatchi deymiz, nimada turkchada millatchilar va millatchi degan gapni chiqarishlardi. Inglizda buni nationalist deydi. Ya'ni shu o'ng qanot millatchi, ya'ni o'zininki faqat o'zining ochiq o't yoqadigan shunday bir odamlarni millatchi deymiz endi. Bundaq zag'ir til bo'yicha qilib aytganda bu Donald Trump shu o'ng qanot millatchi bo'lish sifati bilan oningki o'yida u Amerikaninki sirtda hashlayotgan u tashqi siyosatni yaxshilash uchun yoki diplomatik munosabatlarni yaxshilash uchun u bundaq Amerikaninki yumshoq kuchini kengaytirish uchun degandek bu ishlari bular hashlayotgan pul mayli Donald Trumpning nazarida bo'lsin yoki Elon Musk bir Sodiyaning nazarida bo'lsin, bu yilqi qisqa muddatda eng yuqori unumni olib kelolmaydigan bir programmalar bo'lganligi uchun ham Donald Trump Amerika birinchi, America first deb Amerika birinchi deb faqat Amerikaning ichki siyosatiga
Amerikanın özüge qaratqan siyasatlarının nəticəsi tüpəydin bəxtki qarşılda Erkin Asiya Radiosu'nunki pulları qısqartılıb ötüptü endi. Yeni birisi gəlsək. Bununğa nisbətən məsələn Amerikanın özünün içində qandaq göz qarashlar bo'lib atqandı deb o'ylashinglar mumkin. Məsələn, ya'ni pulni qisqartib kimlar qo'llab atgan odam, xalq uni qo'llab atganmidi yoki uning qarshi gap qilib atganmidi deb o'xshamagan ko'z qarashlar bor ekan. Masalan, hukumat pulni qisqartib aytgan chog'da o'zini qisqartib o'tishni qo'llash uchun bu albatta bu pul isrofchiligi, buning da biz natijasini tez oldin natijasini ko'ramiz deydi ekan. Andan keyin yana bir tarafdan hukumat o'zini yana qanday bu qarorni aqlaydi ekan degan vaqtida mayli Erkin Asiya radiosi bo'lsin yoki shu tashviqot bo'limi bo'lsin, bular xabarlarni ishlagan vaqtida bir tarafdan xabarlarni ishlaydi deb undaq deydi ekan. Andan keyin yana bir muhim taraf bor degandek, Donald Trump Amerika birinchi, Elon Musk bo'lsa pulni eng to'g'ri yoki xashlaymiz, eng oson, eng jiq o'nim beradigan yoki xashlaymiz deydigan bundaq ko'z qarashlarning natijasida bu sirtqi xalqaro bo'lgan bundaq xashlaydigan pullarni buni to'xtatishimiz kerak yoki oziltishimiz kerak deydi ekan. Buning qarshi oldi endi yana uningga undaq bo'lsa bu tarafchi u tarafchi deydiganlar bundaq degan vaqtida Amerikaningki shu yumshoq kuchini buni to'xtatgan chog'da Amerikaning yumshoq kuchi ojizlab ketmamdi. Andikin dunyodagi xalqaroliq shu atmosferadagi shu kuchini, Amerikaning ovozini ojizlatib etmamdi deb qaraydi ekan. Andan yana bir muhim tarafi hech bo'lmasa burun shu diktator davlatlarda bizningki shu programmalarni anglaydigan xalq o'ziningki bilmaydigan taraflardan xabardor bo'ladi. Hem onun üstüge xalqning ishi emas, masalan har qanday diktator davlatlarning tashviqot bilimlari faqat o'zining tashviqotini kengri qanot yaytirish uchun kuchining boricha mayli o'zining davlatining ichida bo'lsin yoki sirtida bo'lsin yoki o'zi besib olgan ziminlarda bo'lsin kuchining boricha shunda jiq pul sarf qilib xuddi Xitoyninki tashviqot bilimiga o'xshash jiq pul sarf qilib buni kuchining boricha o'zininki maydonini o'zining gapini rost qilishga tirishadi. Hamda hech bo'lmasa Amerikaninki shu tashviqot sohasida mush tarafdan bo'lsa uni keyinga yandirib turish yoki uningga qarshi gap qilib turish yoki uning gapni basharasini ichib turish ma'lum taraflardan foydasi bo'lib kelgan. Hamda biz buni butunlay to'xtatib olsak ham bu diktator rejimlarni hamda butunlay o'z mayliga qo'yib aytgan bo'lamiz. Ular hamda xohlagancha mayli o'zininki besib olgan zaminda bo'lsin, o'zining davlatida bo'lsin yoki chet ellarda bo'lsin, o'zining tashviqotini olib kelgancha davrdigan bo'ldi. Ularning kuchini kuchaytirib deb bundaq andisha bo'ldi ekan. Endi yana bir tarafdan bilsanglar bu bundaq masalan Erkin Asiya radiosi yoki Amerika ovozi degandek bundaq o'rinlarda ko'pincha ishlaydigan jurnalistlar o'zininki turayotgan yerida nimaga jazoga uchraydiganligi, ya'ni shu so'zlari uchun o'zininki deyotgan jurnalizm uchun o'zini burun turayotgan masalan Rossiya desak, Rossiyada Putinga qarshi gap qilsak Putinninki jazosiga uchraymiz yoki Sharq Turkistonda nimaga qarshi gap qilsak, kommunistik partiyaga qarshi gap qilsak, Xitoy partiyasiga qarshi gap qilsak, bu chog'da Xitoyninki jazosiga uchraymiz. Ya'ni mushundaq jazodan jazoga uchramaslik uchun ham o'zining demoqchi bo'lgan gapini deyalash uchun asosan shu o'z turayotgan joylardan ayrilgan mustaq jurnalistlar ishlaydi bundaq joylarda. Endi bular qandaq bir taraf bo'ladi. Bular agar Amerika bularni qabul qilmasa, ularga bir ovoz uchun bir maydon hozirlab bermasa, endi bularning taqdiri qandaq bo'ldi degandek shundaq bir qancha savollarni cho'rdib gap so'zlar bo'lib o'tibdi. Yana birisi kelsak. Andan keyin
bu yana bir cho'ng jihatdan o'ylaydigan bo'lsak, davlatning tashviqot bo'limi albatta shu davlatninki geosiyosiy deymiz, ya'ni ilqiy yer shari o'zaro davlatlar bilan bo'lgan mundaq bir ilqiy tashqi siyosatni ilqiy tashqi siyosat uchun xizmat qildi dedik. Endi bu siyosat uchun xizmat qilgan mundaq bir bo'lim yo'qolib ketsa, o chog'da Rossiya bilan Xitoyninki bu Rossiya bilan Xitoyning Amerika bilan bo'lgan munosabati tarafidan keltirilib chiqarildimi? Agar shundaq bo'lib qolsa, endi Rossiya bilan Xitoyga qanday foydasi bor? deb bu savolni so'raydigan bo'lsak, bu US AGM yoki Erkin Osiyo radiosining yo'qolib ketgan va Xitoyning chavoqchilib qarshapti. Xitoyning rejimi bak yaxshi oldu chunki ular yolg'on tashviqot taqdatdi, yolg'on gaplarni qiladi. Ularning yozgan narsalari o'ydirma narsalar degandek o'shunday qarshiliklarni davomli Xitoy qilib kelibdi ekan. Albatta Putinning rejimi shunday gaplarni qilib kelgan, uning qarshi yozgan jurnalistlarningki nimalarga xabarlarga qarshi oldi. Ammo men izlagan manbalardan hozircha Donald Trump bilan Elon Musk Xitoyning gapini anglab yoki Rossiyaning gapini anglab ularni to'xtatganligini men toza jiq topolmay qoldim. Asosan yozilganlarda shu Donald Trumpning umumiy Amerika birinchi degan shu ichki siyosatning natijasida nurg'un joylar qisqartirildi deb shunaqa yozilibdi. Lekin mayli qanday sababdan bo'lsin, bu o'rinlar qisqartirilgan natijasida Xitoy bilan Rossiya albatta buning uchun qo'shilib chavoq chapdi. Bo'lib Xitoy bizningki Sharq Turkiston masalasiga kelgan vaqtida shu Uyg'urlar to'g'riliq nurg'un xabarlarni Erkin Osiyo radiosi yozdi. Shularni ko'pincha vaqtlarda ularga qarshi turib, bu yolg'on gap, bizda undaq ish yo'q deb shunaqa qarshi turib kelganlik uchun hamda ularning Erkin Osiyo radiosiningki yo'q qilishi yoki odam qisqartirilib ketishi Xitoy uchun bir xush xabar bo'ldi. Xush xabar bo'ldi. Endi bir tarafdan o'ylab boqaylik, nima uchun qiziqarli yeri Erkin Osiyo radiosi 97-yildan boshlab hozirga kelguncha shuncha yil Uyg'urlar uchun 30 yilga yaqin bo'lib qoldi desak bo'lamdi. 30 yilga yaqin vaqt ichida Uyg'urlar uchun haqiqatan nurg'un xabarlanish tilida emas, nurg'un faoliyatlarni qildi. Shu madaniyatni saqlab qolish uchun, masalan, Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limida bir Uyg'ur tilining bo'lishining o'zila bizningki shu diasporadagi Uyg'urlarningki tilininki mavjud bo'lib turishi, Uyg'urlarningki o'zini ma'lum tarafda yana chet elda biz bor deydigan mundaq bir o'zini bir kollektivga tava bo'lishi, o'zininki borlig'ini mundaq his qilishi, tuyishi taraflardan haqiqatan muhim rol o'ynagan. Mayli Erkin Osiyo radiosi qandaq Sharq Turkiston deb yozmasin, yoki bo'lmasa Uyg'ur eli deb yozsin, yoki bo'lmasa mayli o'zininki nuqtasi qandaq bo'lsin. Ammo nima uchun shunchalar Uyg'urlar yana men uqmayman qancha Uyg'ur qarshi turdi. Lekin qarshi yaxshi bo'pti deb deydigan Uyg'urlarning bo'lishining o'zi ularning ma'lum bir maydondan chiqib turib Erkin Osiyo radiosiningki Uyg'ur bo'limining mushtaq olay yo'q qilish kerak deydigan bu nuqtasini kuchlantirib beradigan nuqtalar bor deb o'ylayman. Endi Abay birinchi shuni oldida degandek Xitoyninki rejimi albatta buningga birinchi bo'lib javob chaldi. Agar bu Uyg'ur bo'limininki taqilib qilishiga javob chilayotganlarni Xitoy bevosita Xitoyning tashviqot bo'limi bevosita o'rlashtirgan odamlardan boshqa Uyg'urlar bor deb qaraydigan bo'lsak, chunki bizning nazarimizda bizning gapimizga qo'shilmaslar uchun Xitoyning adam bo'ladi. Undaq bo'lishini atayin nurg'un vaqtlarda buningga
bularning Xitoyning jasusi, Xitoyning odami, Xitoyning depini chaldigan odam olmay turibmi insonlarningki, ya'ni Uyg'urlarningki o'zining o'ylaydigan yerlari bo'ldi. U balkim ma'lum bir muxbir bilan bo'lgan shaxsiy adovati bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa Erkin Osiyo radiosi ularning xabarini ishlamagan bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa ularning xabarini xato ishlagan bo'lishi mumkin. Masalan, bu shaxsiy taraflardan aytsak, yoki bo'lmasa ideya birligi jihatdan aytsak, masalan, yana nurg'unlarimiz Sharqi Turkistonningki bir mustamlika bo'lgan zamin ekanligini biz hammamiz bilamiz. U bizga xuddi kunduzda quyoshni ko'rgandek, kechda bulutli bo'lmasa, oyni ko'rgandek, yulduzni ko'rgandek, işte bir chin, bir real ish. Kichik vaqtimizdan boshlab bizga ota-onalarimiz Xitoy bu yerlik emasmi deb cho'ng bo'lgan. Biz Qashqarda Xitoyni ko'rsak 5 yoshli bolalar ularga tosh otadi. Şoň olar bizning ma'llarimizga kirmaydi. Biz shundoq cho'ng bo'lgan. Buningda biz uni nima degan, kishilik huquq degan qanday narsa, nimishqa Xitoy bizni kishilik huquqimizni dafsanda qildi deb biz undaq olijanob savollarni so'ramaydik. Bizning biladiganimiz bu cho'ng dadam bilan cho'ng onam, cho'ng dadamning cho'ng onasining cho'ng onasi mishada yashagan. Bu mening yerim, bu mening ma'llam, bu mening uyam. Bu Xitoy bu yerga kirib oldi. Bu shunga biz Xitoylarning manglur deydik. Uni ingliz Xitoychisi aslisi qandaq. Ammo biz uchun manglur degan gap kelgundi aqma, iqib kep qolgan, kep mundaq kelgundi mundaq bisib kirgan degan ma'nolarni berdigan. Biz shundaq zag'ir tilda bizningki vatanparvarlik ideyamiz. Mana bu shundaq aytilib, biz shundaq cho'ng bo'lgan. Biz buni hech qachon gerçi biz türmükü ota-onalarimiz bizni balam ağzını jum talada qalaymagan so'zlama türmük kirgitsa ilqi undaq atalım siyosiy xatolik o'tkazsa degan bilan biz uni hech qachon uni siyosat deb o'ylab baxman. Bu yana voy bu uyanga o'g'ir kirsa, o'g'irni qaraqchini o'g'ir desang, shu o'g'irg'i deb shundaq bir tabiiy mush o'yda cho'ng bo'lgan. Agar mush o'yda cho'ng bo'lganlarga nisbatan masalan Erkin Osiyo radiosiningki hech qachon Sharq Turkiston deb to'g'riliq gap qilmasligi, ya'ni Sharq Turkiston deb gap qilmasligi. U faqat ism xolos, u balkim G'arbiy Turkiston deb ism qo'yilgan bo'lsa, burun G'arbiy Turkiston bo'lishi mumkin. Ammo lekin ilqi chiqish nuqtasidan mustamlika nuqtasidan emas, balki ilqi ko'pincha ilqi Xitoyningki rejimi ostidagi ma'lum bir asıllık millet Xitoy hukumatiningki, ya'ni o'zining hukumatiningki dafsanchilikka uchirdi degan mundaq bir ilqi ideya nuqtasidan chiqib yezishini mencha yana qabul qilmaydigan nurg'un Uyg'urlarimiz bor deb o'ylayman. Bu nuqtada nima uchun Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limidagi butun jurnalistlar ularni cho'qim mendek cho'ng bo'lgan, agar vatanda tug'iliblam cho'ng bo'lgan bo'lsa, cho'qim mendek cho'ng bo'lgan. Ular uni aniq biladi, vatanimizning mustamlik qilingan zamin ekanligini biladi. Xitoylarning kelgusi ekanligini biladi. Nemishqa bizning qirilib ketadiganligimizni, nemishqa kitoblarimizning ko'tarilganligini, nemishqa biz namoz o'qib qo'ymaydiganligini, nemish uchun nurg'un ziyolilarimizning tirik ko'milganligini, o't qo'yilganligini, butun beshimizga kelayotgan talon tarajlarningki bu 2017-yillik ish emas. Shu 1884-yili 1884-yili biz mustamlika bo'lgandan boshlab shuningki bir ilqi undaq davomlashib kelayotgan bir ish ekanligini har qanday Erkin Osiyo radiosiningki muxbiri aniq biladi. Lekin bular uni xabarlar yozgan vaqtida undaq yozolmaydi. Ularning eng cho'ng ilqi, agar xatolashgan bo'lsam, men to'g'rilab beringlar. Men o'qigan Erkin Osiyoninki xabarlarda Uyg'ur eli deb oladi. Uyg'ur eli degani ilqi xalqarada deydigan hech bo'lmasa Uyg'ur bo'limida xalqaro deydigan Xinjiang degandek mundaq ilqi odamga haqorat qilgan mustamlika ilqi terminlardan har holda bir qadar sap. Endi Erkin Osiyo radiosi buni bilib turib Uyg'ur bo'limi nima uchun shunda yozmaydi? Nima uchun Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llaydigan odamlarningki ularni yakchilik tashkilotlarning xabarlarini chiqarmaydi? Nima uchun ularni jimiq turdi, ya'ni og'zini ularni gerçi ağzını besiqtimiz, ammo ularni ilqi ma'lum darajada ularning qilayotgan xizmatlarini faqat masalan mayli ilqi madaniyat faoliyatlari bo'lsin yoki bo'lmasa
başqa mühim mesela siz özünüz yalnız namoyish qilsiz, namoyish faoliyatlari bo'lsin yoki Uyg'urlar uchun o'zining Sharq Turkiston vatani uchun qilayotgan boshqa har turli ahamiyatli faoliyatlar uchun bo'lsin. Siyosiy mesela siyosiy degan vaqtimda men parlamentlar bilan ko'rishish deganni siyosiy deb qarayman. Müştaq faoliyatlarni Erkin Asiya radiosi aldirab tashviq qilib bo'lmaydi. Buningki endi mening nazarimda bir necha xil sabablar bo'lishi mumkin. Eng muhim sabablarning birisi Erkin Asiya radiosi mayli Uyg'urcha yozgani bilan u yana Amerika hukumatininki tashviqot bo'limiga taalluq bir joy. Bu joyda ularning o'zining til ishlatish doirasi bo'ladi. Yana eng oxirgi yig'inchoqlab kelgan vaqtida Amerikaningki sirtqi boshqa davlatlar bilan bo'lgan diplomatik munosabatiga qanday ta'sir ko'rsatadi degan mushu muhim savolni ular cho'qim o'ylashi kerak. Men to'rdan aqto'g'an vaqtimda xabarlarda bizni faqat Erkin Asiya radiosi emas, butun dunyodagi medialarda degandek asosan bizni Şinjanlik Uyg'ur musulmon asonliq millat deb 2017-yildan boshlab bizni shunday tasvirladi. Anadaki undaq u jurnalistlar bilan agar biz undaq emas, biz Sharq Turkiston, biz mustamlika bo'lgan zamin desak, ular bizga "Voy, men o'ttir maydonda turib gap qilsam bo'lmaydi, men jurnalistman, obyektiv gap qilsam bo'lmaydi" deb mushu o'ttir maydonda turish, obyektiv gap qilish, men tamponlashtirmasam bo'lmaydi degan mushu gapni men shaxsan nurg'un ziyoratlarni qabul qilgan birisi bo'lishim bilan davomli anglab keldim. Men ularga savol qo'ydim. Sening o'ttir maydoning bu yerda bir tarafda Sharq Turkiston mustamlika bo'lgan zamin va u zaminning asosli aholisi Uyg'urlarning qirilishi, o'ldirilishi, dafsanda bo'lishi, millat madaniyatining yo'qolishi. Bu yerda bir tarafda biz turmiz. Yana bir tarafda sen Xitoy deb e'tirof qiladigan shu Xitoyniki mening nazarimda rejim, men uni Xitoyning hukumati deb atamayman. Rejim degan u menga nisbatan meni besabog'ichi deganni bildirdi. Agar hukumat deydigan bo'lsam, u chaqda mening hukumatim yoki men uni iltirof qilaman deydigan mundaq bir maydonni bildirdi. Shu bir tarafda Xitoyning rejimi turdi. Endi bu rejimda sen u meni Şinjanlik deb ataydi, u meni asonliq millat deb ataydi, u meni musulmon deb ataydi, u meni shundaq ezish, qirishgan narsaga o'zining nuqtasidan chiqish qilib turib bir bahona topadi. Undaq desa o'ttirda turadigan bo'lsang, haqiqatan jurnalistlarningki birinchi prinsipi cho'qim betaraf turish. Siz meni buning taklif qildingiz, meni betaraf tura oladi deb. Agar betaraf turadigan bo'lsang, unda bo'lsa, eng oz qila oladiganing seningki. Xitoy mundaq deydi. Xitoy buni asonliq millat musulmon deydi. Şinjan deydi buning bu zaminni. Uyg'urlar bo'lsa o'zining bu zaminni tarixdan azaldan o'zining zaminida bo'lgan Sharq Turkiston deydi, mustamlik qilindiq deydi. Deb mush ikki xil ko'z qarashni o'zingning nuqtangdan men buni qo'llayman, qo'llamayman demsangmi, mush ikki xil ko'z qarash bor deb shuni o'tirib qo'ysang, anadagin sening o'qirmining, sening ko'rarmining o'zining kallasiga asosan, o'zining bilganiga asosan yoki o'zining turadigan siyosiy maydoniga asosan, o'zining manfaatiga asosan o'zi tanlab oladi. Mana bu o'ttirliq tuturish degan neutrality deymiz. Nimada jurnalizmda. Mushunimi ilqi qilamisa u vaqtda bu ilqi asl nuqtasidan ilqi jurnalizmninki prinsipiga qarshi bo'lib qoldi. Ammo buni nima Erkin Asiya radiosining Uyg'ur bo'limi balki hozirgi kelganimiz aniq bildik deb o'ylayman. Buni qilinmaslik mumkinchiligi nihoyat yuqori. Chunki buningda Amerikaning tashqi siyosatini o'ylashimiz bo'lmaydi. Yana bir tarafdan bularning yana bir deydigan gibi endi Şinjan degan bu gaplarni shu xalqaro e'tirof qilgan bu terminlar endi buning qarshi gap qilgan bo'lsak, bizning xabarimizni boshqalar o'qib tushunmaydi, nani deyotganligimizni bilmaydi degandek bundaq gaplarmi bo'ldi. Ammo mening nazarimda agar mushu sabablar tufaylidan mencha ba'zan Uyg'urlarda Erkin Asiya radiosi taqilib qolsin-chu deydigan bundaq bir bundaq o'y uzun yillardan buyon paydo bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Yana birsi kelsak.
Biz asosan az qoldik bu presentation yana bir bet qolib qoldi. Endi mana hozir men deb bo'ldim, emniyat ishida deb bo'ldim. Yana bizningki mustamlika azroq qaytib kelsangiz, mustamlika zamin bo'lish sifatimiz bilan biz birdan bir shundaq zamin Uyg'urlar ham shundaq nimaga tanqislikqa duch kelamiz degan vaqtida balkim Uyg'urlar shu oz uchraydiganlarning birisi bo'lishi mumkin. Chunki dunyoninki g'arbninki mediasida bu mustamlik qilingan zamin, o'ltirilgan xalq degan bu so'zlar bu allaqachon xalqaro medianinki umumiy qimga aylanib ketgan. Masalan, Falastin masalasini so'zlagan vaqtida bu mustamlik qilingan zamin deb so'zlaydi. Masalan, men Avstraliyada yashayman. Avstraliyaning yerli xalqini biz har qitimda har qanday bir cho'ng yig'in olsak, avval cho'qim bu yerli xalqiga avval bir qitim rahmat aytamiz. Bizim shu zaminni bizga ta'minlab berganlik uchun ko'p rahmat. Bu zamin azaldan ularning, hozirmi bu zamin ularning, ham kelgusidan bu zamin ularning bo'ldi deb yig'inni shunday boshlaymiz. Mayli cho'ng kichik shirkatning yig'ini bo'lsin yoki hukumatning yig'ini bo'lsin. Ondan keyin biz mesela Amerika'da yerlik ahalini qandaq talantirashqini, qandaq o'ltagini, umu bizga bir sir emas. Kinolar ishlendi, kitoblar yozildi. Uni biz mustamlik qildik deydi. Butun dunyodagi mustamlik tarixi mundaq chiqib ketgan vaqtida odamlarga bir qisilib qolgan yoki bir yerda ko'milib qolgan yoki odamlar gap qislam kallasi ilinib ketadigan undaq xatolik bo'ladigan undaq so'z emas. Shunga biz mustamlik qilingan zamin deb men so'zlashgan nurg'un muxbirlarga mustamlik qilingan zamin to'g'riliq so'zlagan vaqtim bilan ularni oson tushunadi. Ha, shunlashqa Uyg'urlarga mundaq jinoyatlar bo'ldi ekanda, shunlashqa Xitoylar mundaq qila oladi ekanda, ha, endi bu aniq bo'ldi deb mundaq buni tushunadi. Endi Xitoy bo'lsa, bizni Sharq Turkiston desak, mustamlik qilingan zamin desak, ular bizni bo'lgunchi deb qaraydi. Mush bo'lgunchi deb qarashdan shu bo'lgunchi degan qarashga duch kelgan vaqtidami masalan mening shaxsan muxbirlarga deydiganim men qandaq bo'lgunchi bo'lmay o'zimninki o'g'ri kirgan uyimni ya'ni meni besilingan zaminimni mush zaminni men qaytadan o'zim qaytarib olaman desam men nimani bo'lyaptim Maya Xitoyninki Shanxayga berib Shanxayni men ilib olaman demisam yo bo'lmasa Nanjingga berib Nanjingni ilib olaman demisam men Xitoyni bilmayapman. Xitoy o'zining ish qilsa o'zining ishi o'zining zaminida o'zining ish qilsa o'zining ishi u bo'lginchilik qilayotganlar o'zlarining odamlari. Ammo bu mening zaminim. Men hech qachon Xitoy buni majburiy besavaganligini men besavasman uni akam deb chaqirib baxmagan yo dadam deb chaqirib baxmagan. Shunga men bo'lginchi emas. Ya'ni bo'lginchi degan gap mu Xitoyninki bizni mustaqillik besiq turish uchun og'zimizga taqaq silish uchun o'ydirib chiqargan gaplar deb bundoq tushundirman. Endi yana kelsak, lekin Osiyo radiosiniki taqilib qolishi Uyg'urlar uchun qandaq yo'qotishlarni olib keldi degan vaqtida endi Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limi taqilib qolsa bu zo'r yo'qotish. Night zo'r yo'qotish. Gerçi Erkin Osiyo radiosi Sharq Turkiston yoki mustamlika yoki bo'lmasa deb u taraflardan gap qilmagan bilan undaq u taraflardan ig'izdan chiqarmagan bilan ammo shu mustamlika siyosatininki bizga olib kelgan har turli talobatlarni shu mustamlikchi rejimninki bizga qilgan jinoyatlarni Erkin Osiyo radiosi shuni ichib berishda shuni xotirlashda shuni tarixninki izida qoldirib qo'yishga Erkin Osiyo radiosi cho'ng to'kib qo'yishdi deb men shunday qarayman. Men buni sistemli qildi chunki bular bir sistemli media organi. Hem bular hammamiz bilamiz maash ilib ishlagan bilan maash olmay ishlaganninki ish unumi o'xshamaydi. Maash ilib ishlasangiz sizning xizmatingiz bo'ldi, siz shu ishga diqqatingizni berishingiz kerak. U yerda bir mas'uliyatchilik surishtirildi. Agar maash olmaydigan bo'lsangiz, masalan men sizning chayxona programmangizni bugun qila oldim, balkim yana 2 haftadan keyin boshqa ishlarim bilan aldirashib ketib qilmasligim mumkin. Gerçi maash bersangiz qilmasligim mumkin, chunki meniki boshqa maash ilib ishlaydigan yana menga yuklangan boshqa mas'uliyat, majburiyatlar bor. Men shuni avval qilishim kerak. Bu nuqtadan Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limi haqiqatan shu
Uyg'urlarga yuz bergan har xil talon-taroj talafotlarni sistemalik holda dunyoga to'ntishga, andan keyin dunyoninki mushu Xitoyninki bizga qilayotgan mush butun jinoyat mush askiliklarni bildirishga Erkin Osiyo radiosi haqiqatan hech kim yoqtirmaydigan töhfələrni qo'shgan. Endi bu tarafdan bundaq bir radioninki yo'q bo'lishi biz uchun menimcha bir cho'ng yo'qotish deb o'ylayman. Undan keyin endi Xitoymi har qanday bilamiz qarshi kuch bo'lmaydigan bo'lsa, insonning o'zligininki ishi. Agar siz meni bir tasdak salsangiz, men sizga qarshi nima deb undaq qilsa demasam, demaydigan ahvolga tushib qolsam, u chog'da insonning o'zligi bir tasdak salsam bo'lgan, bir tastakni misol aytchi deydigan bundaq o'zligimiz bor odamlarda. Bu o'zlik kelib, yana shundaq davomli bo'zaq qildi. Shunga Xitoyninki ovozininki kuchayishida emniyat Amerikaninki bu qarori Xitoyning ovozini kuchaytirishga bundaq töhfə qo'shdi deb qarsak bo'ldi. Yana birisiga kelsak, menimcha oxirgisi bo'lishi mumkin. Shu endi nurg'un vaqtlarda biz bir ahmoqona bir umid bilan yashaydigan bir ishimiz bor. Biz ishlarninki umumyuzlik ahvolini tahlil qilib bo'lamagan vaqtimizda biz nurg'un vaqtlarda biz biladigan masalan rahbarlarimiz, biz biladigan odamlarning bir ishlarni xato qilayotganligini, shu harakatining xatoligini bilib tursak-mu, biz balki buning oqida bir o'yligini bordi, yoki bu kelgusida bir yaxshi buningdan yaxshi bir planni tuzatadi. Bu bir maxfiy holda bizga mushta avvalimiz ko'rinib qo'yib turib, ko'rinishda ammo maxfiy holda cho'qim boshqa yaxshi ishlarni qilyotdi degandek, bunda ham xiyolda yashaydigan Uyg'urlarimiz aytijaq. Mayli bu Uyg'urlarning tashkiloti qarta, Uyg'urlarning jamoat rahbarlari qarta bo'lsin, yoki Donald Trumpga qattiq ishonadigan Donald Trumpni hatto agar musulmon bo'lsa Allohdan boshqa odamni cho'qin so'maydi, lekin balkim ko'nglida bir yerlarda o'zini bilmay Donald Trumpga cho'qinayotgan hatto shunday Uyg'urlarimiz bo'lishi mumkin. Ammo Donald Trump Erkin Osiyo radiosiningki Uyg'ur bo'limini deb turaylik endi. Donald Trump Erkin Osiyo radiosini qaytadan qo'lga keldi, qaytadan quramdi, Musk deb buni so'rab baqsam, bu ishga aylan birsi Saudiga qisqa muddatlik foydani ko'zlaydi, foydaning eng yuqorisini ko'zlaydi. Yana bir aylanma, yana Saudiga, lekin uning bergan va'dasi Amerika birinchi. Amerikani qaytadan noch qilib o'taylik deb shu bundaq siyosatning natijasida biz ko'ryapmiz butun dunyodagi boshqa import qilgan hamma shirkatlarga, hamma yerlarga boj qo'yyotdi tashqi boj. Mushu sabablardan bu Donald Trump bilan Elon Musk ishga hamkorlashgan bu hukumatda balkim yaqinqi mezgillarda bundaq medialar yana qaytadan ta'sis bo'lib, yana bizning go'zal shirin ahmoqona xiyollarimiz bo'yicha Donald Trump cho'qim buni bir taraf qilayotgan ekan, cho'qim buni odam notisini qilish uchun bir narsa va harakatlarni qilyotdi deydigan undaq ham xiyol mencha hozirgi nuqtada, hozir mushu yilning mushu vaqtida Donald Trump bilan Elon Muskda undaq xiyol yo'q. Rahmat Fatima Sayyaxonova, yaxshi bir suhbat oldi. Siz va Erkin Osiyo radiosiniki taqilishimizni Donald Trump'ninki bu vaqtdagi e'lon qilgan buyruqlarni Erkin Osiyo radiosinning ta'sirini pozitiv ham negativ tarafda yaxshi balansga damdiq, boshqa shaklda yaxshi analiz qilib berdingiz. Ham bir necha savol tayyorlab qo'ygan. Hozir bu savollarning hammasini siz nima so'zlab bo'ldingiz asosiyatdan shu savollarga javoblar chiqdi. Shunday bo'lsa, ikki tal bir savolni sizlar bilan o'rtoqlashib programmani oxirlashtiray. Bunun birincisi hamda hozir Amerika hukumatida mana Donald Elon Musk hukumati hatta her ikkilisi dunyo cho'ng tijoratchilarda hamda bular butunlay shu foyda manfaatni ko'zlaydi. Xitoy hukumati o'ziga qarshi ovozlarni dunyo xarakteriga yo'q qilinmayotgan vaqtda dunyoninki demokratiya peshvosi bo'lgan Amerikada bu Xitoy qarshi ovozlarni o'chirishda endi oshkisi orqali ma'lum bir maqsadni ko'zlab ma'lum bir foyda shaklini elish nuqtasidan ashta taqatish bir nimasi bu bormidi? Abay deb o'tdim,
hozir masalan Trumpninki boshqalar bilan aloqalashish tashqi savdosi tashqi savdo desak tashqi siyosati bo'lsa Trump erlar bilan erlar bir paranglashib qilamiz deydigan bundaq bir erlik degandimi bundaq men qo'sh tirnoqni ichida erlikni deyman. Balkim Uyg'urlarmi buni aytdi yaxshi tushunadi chunki biz Uyg'urlarmi kishi ikki kishining orasida har qanday gap olib ketadi deydigan bundaq maydonlar urdigan ishlaringlar bor. Donald Trumpni shularninki birisi deb ko'rsangiz bo'ldi. Shunga o ishning keyinida Aqsaroyning keyinida nima ishlarni bo'ladi yoki bo'lmaydi biz uni bilmaymiz. Shunga mumkinchiligi bor. Uni biz cho'qim aniq xabar chiqmoqchi biz uni bilmaymiz. Mumkinligi yo'q demaymiz. Shunga u balkim Trump Xi Jinping bilan paranglashgan vaqtida bo'ldi chataq yo'q. Burunmi bizningki Sharq Turkistondagi o'lim kampirlarini haqida shunday xabarlarni chiqqanligini biz aniq ko'rgan. Xi Jinping uning bu musulmon saranglar degan vaqtida yaxshi qilsa ularni boshqa yo'qotishing kerak degan gaplar bu xabarlar keyin chiqqan. Yana shu kompaniyaning shunday o'lim kampirlarni shunday to'xtamasligidimi Donald Trumpninki mushtaq gaplarning borligini biz xabarlardan ishonchlik manbalardan o'z ko'zimiz bilan ko'rgan. Shuningdek mumkinchiligi bo'lishi mumkin Trumpning Putin bilan bo'lgan munosabatimi Bidenning Putin bilan bo'lgan munosabatiga o'xshamaydi. Trump ikki kishi bo'lgandan keyin bir paranglashib etmamdiq deb balkim paranglani qilgandi. Buni vaqt belgilaydi, oldimizda nima ishlar bor, shuni bilalaymiz. Hani yana bir savol endi. Erkin Osiyo radiosidagi xabar ishlash jarayonidagi bitirapmalik nuqtasidan ba'zi ko'z qarashlaringizni o'ttirib qo'ydingiz. Bu nuqtaga menmi ketilaman. Men Erkin Osiyodan taqlib qo'yishni hargiz xohlamayman. Buni Uyg'ur nisbati ham cho'ng yo'qotish, Xitoy ham cho'ng bir paydo oluvchi deb qarayman. Yana ham o'zimizning ona tilida bir radioning chet elda bo'lishi, bizning o'zimizningki tilimizni taraqqiy qildirishning bir yaxshi bir fursatlarni ta'minlaydi. Men binasi yozib qolib qolsam, maqola to'g'rini izlab qolib qolsam, chiqarib turish Erkin Osiyo radiosini chiqarib turishchi. Siz Erkin radiosining ba'zi birdan foydalanmayapti. Bu yerda ularga rahmat. Nimasiligini. Endi bu yerda Erkin Osiyo radiosidagi ba'zi monopolliklar yo'q emas bor. Bitaraflik ba'zi xabarlar, ba'zi tashkilot, ba'zi shaxsning xabarlarini iz qo'g'lab ishlagan bilan ba'zi xil yaxshilarni qilayotgan tashkilotlar yoki siyosiy faoliyatchilarning xabarlariga ko'z yumib oladi. Hatto u to'g'risida qat'iy xabar ishni attab o'tib ketadi. Bu to'g'risida to'g'ridan nurg'unlagan narsa bor ham bunda ko'rib turibmizda tanqidlarni. Chiqib aytgan menmi bir necha qatim mush to'g'risida Erkin Osiyo radiosi tanqidlab kelgan eng oxirgi qatim bularning ba'zi nimalarga men chidamay bir maqola yozayotganimcha Erkin Osiyo radiosi Erkin Osiyo radiosining Uyg'urcha bilimini boyqut qilamdiq yoki Uyg'urcha bilimni o'zini isloh qilamdiq deb. Bu maqolada e'lon qilay deb to'sam, xabar chiqqandan keyin hamda kuyayotgan o'tning yaxshashqanday qilib bu yer ishlayotgan qarindoshlarimizning ko'ngli azobagina qolib qoldi ekan deb bu maqolamni e'lon qilmay tutdi demamdi-da. Mashamallar o'tib hamma bezib qolgandan keyin men o'zim bir kuzatuvchi bilan suhbatim bilan Xitoyga qarshi bir harakat qilayotgan bir siyosiy aktivist bilan suhbatim bilan meni tanqid qilish monopolga qarshi tanqid qilish bir nima haqqim bor deb qarayman-da. Bu narsadan bu. Hamda mishada navoda hamda taqilib ketmasligini cho'ng umid qilamiz. Taqilib ketmasin. Yana qaytib bu narsani hammasi aslik kelib, Erkin Osiyo radiosining butun xodimlar qaytib kelib, yana normal xizmat boshlasa, biz Erkin Osiyo radiosini nimalarni kutamiz? O'sha haqida savollarni tugataylik programmani. Bo'ladi. Erkin Osiyo radiosini garchi ularning pulini kesib etgan bilan ularmi o'yliqi buning qonuniy jihatdan asosi bormi yo'qmi? Andan keyin buni qonun jihatdan bir taraf qilib bo'lamdi, ya'ni shuni sudga arz qilish orqali yana qaytadan ularni asli keltirib bo'lamdi degan bu jihatlardami faoliyat qilganligi xabarlarda chiqyotdi. Shunga balkim agar qonuniy jihatlardan bulayliqi taraf turadigan bir tarafni topa olsa, sudning hukmi bilan balkim Erkin Osiyo radiosi yana davomli mavjud bo'lib turish mumkinchiligi bor. Trump qo'llaganlik uchun emas, sudningki hukm bilan. Bundaq jihat agar shunday bo'lib qolsa,
bu her qandaq bir organga o'xshash. Biz hammamiz bilamiz, her qandaq bir oila, bir organ yoki bir tashkilot, bir shirkat bundaq bir odamlarning to'pida chuqur chiriklashadigan ishlar bo'ladi, chuqur yaxshi bo'lmagan boshqarish bo'ladi. Anadan keyin odamlar bilan odamlarning shaxsiy ziddiyatlari bo'ldi. Garchi bu kasbiy o'rinlar bo'lgan bilan, ammo kasbiylikni qandoq elib berish bu shu joyninki umumiy xizmat atmosferasi, anadan keyin shu joyning boshqarish tuzilmasi, tuzumi degandek nurg'un taraflarga berib chetilgan ish. Albatta, Erkin Osiyo radiosiniki Uyg'urlarning ichidami Uyg'urlarga nisbatan kimlarning xabarini ishlab, kimlarning xabarini ishlamaydiganligi, ya'ni qandaq bir taraflama bir radio ekanligini men bu 7 yilning yaxshi bevosita ko'rib kelyapman. Ammo mencha bu Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limininki o'zininki bir boshqarish atmosferasiningki masalasi, ya'ni bu atmosferasida shirkat ishlab baqqan har qanday qadam bo'ldi, yoki ma'lum bir tashkilot organ ishlab baqqan har qanday qadam bo'ldi. Uyg'urlarda so'ning 5 yil deb qo'ydigan ish bor. Mening bundaq deganim Erkin Osiyoning Uyg'ur bo'limininki 5 yil yoki 5 pakil degan undaq ma'noni bildirmaydi. Demak, jo'g'unim Zag'ir tili bo'yicha aytgan vaqtida bizni boshqarayotgan odamlar shularninki boshqarish, qandaq boshqarishi, ularninki qandaq shu Uyg'urcha stil tuzitish deb qo'ysak, hamda Xitoyning kalla jo'g'an gapimiz bo'yicha shu o'zining shu yerni qandaq bir taraf qilayotganligi, masalan, ma'lum bir muxbirlarda bir taraflamalar ko'rinyapti, yoki bo'lmasa bu umumyuzlik shu nimadan Uyg'ur radiosiningki 5dan kelayotgan bir taraflamalikmi? Agar 5dan kelayotgan bir taraflamalik bo'lsa, bu Erkin Osiyo radiosining ichki qismida buni qanday hal qiladi? Anadan keyin agar 5dan kelayotgan bir taraflamalik bo'lmay, ma'lum muxbirlarningki o'zining bir taraflamaligi, ya'ni ularning ishni qanday bir taraf qilganligi, ya'ni agar o'zininki erkinligi bo'lsa, ma'lum xabarlarni ishlash erkinligi bo'lsa, shu muxbirlar o'zi ba'zan xabarlarni xohlamay ishlayotmamdi degandek bundaq taraflarni o'ylashib, bu Erkin Osiyoninki o'zininki bir taraf qilish tegishli ishi. Endi buningda sirtqi bizning jamoat fikr qanday rol o'ynaydi degan vaqtida men uni toza qanday desam bo'ldi. Hamda g'arb davlatlarda albatta muhim bir jamoat arbobi bo'lsangiz, sizningki jamoat fikringiz ularga ta'sir qiladi. Masalan, ba'zan artistlar deysiz, ba'zan san'atkorlar deysiz. Agar ularning ba'zan yomon xabarlar chiqqan vaqtida umumyuzlik holda biz ularni biz iste'mol qiluvchi bo'lish sifatimiz bilan biz ularni boykot qila olamiz. Masalan, biz uning naqsini anglamaymiz, uningki CD-larini yoki videolarini ko'rmaymiz, yoki uning kinolarini ko'rmaymiz deb qanday bir boykot qilgan shu qolgan vaqtida, yoki biz uning mollarini olmaymiz desak, uning bevosita iqtisodiy ziyon bo'ladi. Shu bilan shunday odamlarni qo'llayotgan yoki ularga pul berayotgan boshqa o'rinlar ularni to'xtatishga majbur bo'ldi. Bu tarafdan jamoat fikri ma'lum darajada rol o'ynaydi. Ammo Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limi kelgan vaqtida ular hukumatninki bir bo'lish sifati bilan bizdek bir Uyg'urlarninki jamoat fikrininki ularga qanchalik bevosita Facebook so'zlaganimiz yoki bo'lmasa Instagramda qaqshig'inimiz yoki o'zaro so'rinda o'tirib chayxonada mong'dish ko'nglimizning yerini bo'lib ketishlari ular qanday ta'sir qildi? Mencha buning ta'siri cho'ng emas. Agar haqiqatan ta'sir qildirish to'g'ri kerak bo'lib qolsa, Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limini kim boshqardi? Uyg'ur bo'limini boshqargan odamni kim boshqardi? Agar Uyg'ur bo'limida chiriklik ko'rindi deb qaraydigan haqiqatan shuning isbotlarimiz bo'lsa, undaqda Uyg'ur bo'limini boshqargan odamni shularga biz fikrimizni qanday yetkazishimiz kerak? Bu tarafdan Uyg'urlar ma'lum darajada Erkin Osiyo radiosiningki Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limiga ta'sir ko'rsatadi ularningki o'zgarishlarga. Rahmat, nəhayət yaxşı söhbət oldu. Axırqı azra gap qatqım qoldi-da. Erkin Osiyo radiosi degandikən biz ko'pincha Uyg'urcha ko'z oldimizga kelayotgan bilimimiz bor. Endi Erkin Osiyo radiosi kunlik o'qimsa kunlikda nurg'unlagan bilimlar bor-da, endi har xil tillarnikini. Masalan, mening xabarlarimni Xitoycha bilim bir necha qatim ishladi-chu, xali ishlar Xitoycha bilimni. Xitoycha bilimga shu Sharq Turkiston, Sharq Turkiston nima desam shu payt olib tashlachu. Boshqa xabarlar bor endi qo'limda. Tor betidan bor.
Hatta yoğun bir lozinkam batı meneki Xitay işgalit astık Şarkı Türkistan'daki caza lageri depço taqalson yoki 21 asırda yüzemeydigan irqiy qirg'inchilik Xitoy ishg'oli Sharqiy Turkistonni yuz beryapti deb yo'g'on jazolanmasa dam maydonida ko'tarib turgan lozinkam batı. Şu resimni Erkin Asiya Radyosu Uyg'urcha bilimini evetdim, Xitoycha bilimini evetdim de xabarni intervyu qilganda. Xitoychasi shu yerda chiqib qo'ydi to'rbetiga va Uyg'urchasi qat'iy qo'yib boqmadi. So'rab boqdim, meni intervyu qilgan muxbirlar nimish qo'ymaysizlar bu Xitoychasi qo'ysa nimish qo'ymaysizlar desam, biz shu yo'llab bergandik buni xabarni qildiganlar qiladi. Bizning maqsadimiz xabar ishlash, qolgan ishni men bilmayman deydi-da hamda. Xil surishtirib boqsam, ham bu narsa bor. Ikkinchi birisi men bu yolg'iz namoyish qilaverib, ba'zi narsa qonunliq hal qilish uchun bir tashkilot ehtiyojim bor ekan-ku, g'arb davlatlarida bir o'zimniki nimani tizimlash uchun. Shuning uchun amalsizlikda men bir tashkilot qurib qo'ygan. Uyg'urlarni qo'llash tashkiloti deb davlatniki Gollandiya hukumatiga tizim qoldirgan tashkilot qurbatdan chiqdi, menimcha. Bu tashkilot to'g'risida tashkilotning nomi bilan necha qatim faoliyat o'rlashtirdim. Intervyu qilgan Erkin Asiya Radyosi har qatim intervyu deyman, qat'iy ism chiqarmaydi-da Uyg'urlarni qo'llash tashkiloti deb. O Xitoychasida necha qatim chiqarib bo'ldi buni. Yig'ib aytganda mana mushtaq bitaraflik borda, o'zimning tilida odamlar chiqarmaydi va bizni mustamlik qilayotgan millatning tilidagi chiqirliq bir narsani xabarni-chi bu narsani ekan. Shuning bilan meningmi savramdan tas to'shab o'tgan yilda yana bir ashta ish qilgandan keyin bular men Erkin Asiya Radiosining Uyg'urcha bilimi xat yozdim. Biz chiroyli xat yozdim, dalil isbot bütün paketlar bilan. Men tanqid qilsam har vaqt dalil paketini asos qilaman. Evetse o cevap gelmedi, iş yapsaktan cevap gelmeden Alim Sitop'a ayrım xat yazıp ele xat ki. Alim komandan. Alim Sitop kim olsa, Alim Sitop'ның rolü nima? Alim şu direktöre başlığı. Alim Sitop xat yazdım. Alim komandan evvela bütün delil ispat paketini xat yazıp, çırak bir sevinçle cevap vergen bolsun desem, Alim Sitop'a cevap vermedi. Şu keyin yana surishtirdim, yana javob bo'lmagandan keyin savrab to'shab, uning qap qolsa, abadim degandek Erkin Asiya Radiosi Uyg'urcha bilimni boyqut qilamdik yoki Uyg'urcha bilim isloh qilamdik deb maqola yozib e'lon qilay deb tursam, mayshu ketgan ekan, sal tutdim-da hamda. Ana bir nimani shamol o'tib ketsin, qayri qanday bo'ladi, lekin qayta taqilib ketishni xohlamayman, isloh qilishni xohlayman. Isloh qilib, ular bir o'z millati uchun Xitoy qarshi harakat qilayotgan aktivistlarning tashkilotlarning faoliyatini xabar qiladigan bir organ bo'lgandan keyin hamma odamga odil muomala qilishni, Xitoy xabarlariga diqqat qilib, Xitoy xabarlarni nimalarni besyapti, o'zlarining nimalarni xabar ishlayotganligini qarab boqib, xatoliklarni tuzatib, texnik taraqqiy qilishni umid qilaman. Agar men bu yerga azroq qo'shib qo'ysam, rahmat bularni deganingizga buni aytib yaxshi. Yana javob chiqmay qolsa, yuqori silganda qadam bosqich menga men to'xtab qolgan odam emasman. Yana bir tarafdan bu Uyg'ur tilini Erkin Asiya Radiosining Uyg'ur bo'limdagilardan boshqalar o'qimaydi, bilmaydi. Shunlashqa bu yerda bir taraflamalikning bo'lishi, yana buning uzun mezgil davomlasha olishi, yana bir tarafdan Uyg'ur bo'limininki boshliqninki nazarga tushishi natayin. Mesela Xitoychada Google'dan tarjima qilsak Xitoychani aytadi oson. Uning nimalari jiq. Uyg'urchani Uyg'urlardan boshqa odam o'qimagan ekan, albatta bu yerda bunday tangpungsizlik kelib chiqqan vaqtida buning siz Facebookda yozsangiz menimcha bek cho'ng ahamiyati yo'q. Faqat xalqninki ko'ngli yerim qilishdan yoki boshqalarning so'zlarini o'xshamaydigan gaplarni yig'ishdan boshqa gap yo'q. Agar shu yig'ish niyatingiz bo'lsa, mundaq odamlar mundaq qaraydi, paloniga mundaq vaqtida mundaq yuz beribdi ekan deb uni yig'ish niyatingiz bo'lsa, albatta jamoat fikr to'plash niyatingiz bo'lsa, uni qilsak bo'ldi. Ammo bir tashkiliy tuzumdan qaragan vaqtida uni hal qilishning usuli bundaq desam sat anglandi, ammo lekin boshliqiga shuni ma'lum qilib, shu masalaninki borligini, mavjud bo'lib kelayotganligini shu nimalaringiz bilan ularga aytsangiz, ya'ni shu masalani ma'lum qilsangiz bo'ldi. Menejerning menejersiga masalani ma'lum qilsangiz, ashdan kutilmasdan tep qo'ydim jana bu qatim. Ammo ma'lum onun üstündeki şu Erkin Asiya Radyosu'nun birinci kol direktörle alakası gap, balki menajerler de hakikaten
Evet, nima chiqmay qolsa, bütün dalil isbotlar bor. Uningdan javob chiqmay qolib qolsa, ana diasporada shu aktiv faoliyat qilayotgan aktivistlar, tashkilotlarningki xabarlarni e'lon qilmay bo'lib baqaqshog'liqda, kashki to'rda qaqshamay, bularning hammasining imzosini to'plab, bularni Amerika Kongress boshqargan, Kongress qarashli ekan-ku. O'shaga avatishni shuni o'ylashdim-da, ya'ni keyin. Bu qilishim balki Erkinasiya radiosikilarga ochig'ini keltirishi mumkin. Ba'zi xalqlarni ochig'ini keltirishi mumkin, lekin odillik uchun hammamiz barobar muomala qilish uchun o'zimizdagi da'vosidagi paklanishi, radiodagi betaraflikni tugab, haqiqiy ishlatilgan so'z jumlalarni to'g'ri ishlab, odillikni saqlash uchun bu foydali deb qaraymiz. Yana siz demoqchi o'zingiz yana betaraf ilqi jurnalizmninki Uyg'urlarning foydasini ko'rsatish uchun siz shularni qilasiz. Emniyet fonunda ilqi bu albatta Erkinasiya radiosining Uyg'ur bo'limininki boshqaruvchilariga bu yaxshi xabar bo'lmaydi. Bu ilqi nachar xabar. Chunki ular o'zi shu ishni qilayotgan ekan necha yillardan buyon o'zi shu ishninki almani bildi, ularning nima ish qilayotganligini, o'zining nima ish qilayotganligini biladi bundoq aytgan vaqtida. O'zining nimalar, qaysi ilqi mas'uliyatlardan qechib, qaysi mas'uliyatlarga yuzlanadiganligini, ya'ni uning undaq ishlar bo'lib qolsa, agar undaq ishlar bo'lmabdi, undaq ishlar bo'lib qolsa, qandaq betaraf qilishni balkim bularning nazarda ma'lum jihatdan bir ideya tayyorlik bo'ladi. Ama bu nayt yaxshi boshlanish Uyg'urlarninkimi shunday qilib o'zininki huquqlarini qo'g'digan vaqtida savotsiz desam, savotsiz degan bilmaslik degan gap, bilmaydigan yo'sinda emas, bir ishning yo'lini bilmaydigan yo'sinda emas. Shu g'arb davlatlarida, Turkiyada shunday o'xshash ishning yo'li bo'ldi. Ishning yo'li bilan bir taraf qilib, shu ishni yaxshilab, bunidagimi yana davomli Uyg'urlarning bir savodliq ish qilishini uchun yo'l ichish uchunmi bu yaxshi ish deb o'ylayman. Rahmat. Aslida ilmiy tanqid yaxshi, aslida bir jamiyatdagi ma'naviyat mirosiniki saqlanishi, byurokratlikninki, yolg'onchilikda saxtaliklarninki qamchlab yozilgan tanqidiy narsa yaxshi, uning asli roli cho'ng bir jamiyatniki taraqqiyot uchun. Afsusan bizning bu diaspora Uyg'urlar tanqidiy fikrini qat'iy qabul qilmaydi. Vatandagi bikor Uyg'urlarimiz Xitoyga qo'ygan g'azab nafratni ma'lum bir shaklda orqali anglasa, o'jo'n deb oladan beklim qiladi. Va erkin dunyoda o'zining og'zidagi kim tomonidan kontrol qilayotganligi, nima uchun bir lilla ishga gap qilolmaydiganligini hayot o'zining vijdon g'ururidan bir savol qo'yib baxmaydi-da. Bu narsa eng achinishli bir ahvol. Bundan rahmat bugungi suhbat tugidi. Sizning yozgan yozmangizda mana Erkinasiya radiosi haqida yozib qo'ygandan keyin men kelar qatam yana bir temada to'xtalaman. Savollar qolsa inkas shaklida qoldirib qo'yinglar deb ekansiz. Kelar qatamliq yozmoqchi bo'lgan temangiz qaysi tema bo'lsa, shu temangizni ekranga chiqib xalqimizga bir sunsangiz, siz bir tadqiqotchi bo'lgandan keyin bugungi sizdagi prezentatsiyangizni nihoyatda saviyalik bir nim bo'ldi deb qarayman. Uniki yaxshi taraflarini, nachar taraflarini yaxshi bir analiz qilib, ikkisining o'rtadagi bir natijasini xalqimizga o'rtoqlashdingiz. Biz mushtaqlasda ko'plab bo'lish kerak bizning nimamizda. Shuning uchun kelar qatamliq nimangizni bilsak ularmi, o'sha ekranga bir o'rtoqlashamiz demoqchi. Bo'ldi. Men yozmamda Dunyo Uyg'ur qurultayiningki shu taqdiri to'g'riliq yozsam ko'rishni xohlaydiganlar bormi deb yozgandim. Albatta uni o'xshash siz degandek shu yo'sinda bo'ldi. Uningki aq ko'rinishi, uning kimdan pul oladi, maoshini kim berdi, kim uchun xizmat qiladi, qanday xizmat qiladi degandek shu taraflardan bir umumiy tushuncha berish to'g'riliq bir narsa yozmoqchi edim. Agar tomoshabinlar, ko'rarmanlar uning qiziqadigan bo'lsa, shunday o'xshash shaklda choyxonada o'tirib paranglashsak bo'ldi. Rahmat. Qiziqimiz jumla men qiziqman, hech qadam qiziqdi. Biz kelar qatamliq programmada her qatamliq bir programmada ma'lum bir temani yo'ritilganga suhbat o'tkazaymiz. Ko'p rahmat, qimmatli vaqtingizni chiqarib bugungi suhbat qatnashib berganinglar. Assalomu alaykum ekranda qarindoshlar. Bugungi suhbat programmamiz mishal oxirlashdi. Hozircha bir savol, bir narsalarmi tushmabdi. Bo'lsa
ko'proq qarindoshlarniki bilish uchun bir taqit qo'yinglar atrofingizga, YouTube'dan taqitimiz, YouTube'ga a'zo bo'linglar. Yangi savollar asosida munozir qilishni xohlaydigan qarindoshlar bo'lsa, har zaman ekranimiz betaraf o'rinda sizlar uchun xizmat qiladi. Bu texnik ko'p qarindoshlar o'xshamagan temalar orqali xalqimizni bir yaxshi bir narsani analiz orqali xalqimizning nimasini g'idiqlab, nervisini ilhom beradigan yaxshi temalarni xalqimizga sunaylik. Bugungi suhbatimiz mishat tugadi. Hammalarga Allohga omonat. Namilanga rahmat.